Babelli kompaniyasining bu kraskalari biotin bo'lib turib, sochlarning jilokorligini beradi va undan tashqari soch oqarishini ham oldini tayyorlashni boshlaymiz. Kraskamizni ichida mana shu 3 ta narsasi bo'ladi. 2 ta narsasini bir-biriga aralashtirib turib va balzami bo'ladi. Oxirida balzamini yuvib tashladi. Sochingizni 40-45 minut turadi. Va hozir mashinamiz aytdilar, bu sochlarni yumshoq ham qilib qo'yadi dedilar. Sochni klientlaringizga yoqadimi? Juda ham yoqadi. Sochni yaltiratib beradi. Ob'yom beradi. Zo'r bo'ladi, boshi yumshoq bo'ladi. Rahmat. Ko'pchilik bugun sochingizni keratin qildirdingizmi deyishdi. Yo'q, qizni keratin qildirmaganman. Ya'ni unaqa yaltiroq effekt ishlatdi. Kraskamiz professionalni bo'lgani uchun mana shunaqa yaltiroq ottendek bu yaltiroq bo'lib qoladi sochinglar mana. Qanaqa rangi bo'yasanglar ham zo'r chiqarib beradi. Mana misol uchun salonchilar mendan bitta kraska olib ishlatib ko'rishganda 50 ta 40 talab olishadi. Chunki mana shu effekti zo'r. Bo'yaganda ham rangi chiqib ketmaydi. Plus qizlar eng zo'r tarafi sochinglarni qattiq qilib qo'ymaydi. Sochni vitamin bilan boyitib beradi. Bo'yagan saringlar mana shunaqa tiniqlashib boradi. Hech qanaqasiga yuganinglarda ranglari ham chiqib ketmaydi.